yana eng alamlisi bilasizmi, hozir men bir 10 tacha YouTube kanallarni boshqalarni qarab chiqdim, hamma yog'ini hali embotsesiz, oddiy xuddi yangilikni o'qigandek jim, Rossiya anaqasi jim. Ko'rdingiz? Agar o'sha yerda hozir bironta rus yigiti, rus bolasini shunday qilib chavoqlashganda nima bo'lardi, ko'rardingiz. Allohim o'zi asrasin. Bu qanday dahshat. Mana kecha uxlol ko'rib, haligini yomon bo'lib qoldim men. Ya'ni bolani o'ldirayotganligini ko'rib. U yerdagi jigarlarimiz endi ular qancha ahvolini tasavvur qilyapman men hozir. Qancha o'zbek, tojik, qirg'iz, boshqa qozoq, boshqa millatlarning bolalari, farzandlari, ular endi maktabga qanday yubora oladi o'zini bolasini o'ylab ko'ring. Moskvada nechta o'zbek bor? Ular farzandini endi tasavvur qilyapsizmi, qanday qilib maktabga jo'natadi hozir? Har kuni qo'rqib, yurak changallab turasizmi? Dahshatku bu. Buni agar Rossiya hukumati yoki Rossiya jamoatchiligi keskin bu kayfiyatlarni o'zgartirmasa, bu chuqurlashib boraveradi. Ertaga bitta bunaqangilar hozir bittasi chiqyapti. Ertaga o'nlab mana shunday chiqsa nima qiladi? Bir sutkada ikkita holat bo'lgan o'zi. Mana kecha qurbon yo'q edi. Kecha Asror bilan ko'rsatib qildik. Rus terrorizmi. Menimcha bugun qo'yamiz xatamaga. O'sha voqealar yana takrorlanmay deb kimsa nima beradi? Minglab chiqsa terrorchilar ertaga. Minglab bolalar mana shunday qilib borib o'ldiraversa yoshlarni. U dahshatku.